Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Urganch davlat tibbiyot universitetida voleybol sport turi bo'yicha filial bosqich o'yini bo'lib o'tmoqda. Hozir esa siz bilan birga jarayonlarni kuzatsak, qani ketdik. Assalomu alaykum. Mening ismim Hammadxon. Biz bu yerda ancha vaqtdan beri ta'lim olamiz. Bizning mamlakatimizdagi ta'lim jarayonlaridan bu yerdagi ta'lim jarayonlarining farqli jihatlarini ham ko'ryapmiz. Qolaversa, anchadan beri mana shu sport turiga qiziqamiz. Bu sport musobaqalariga ikkinchi marotaba qatnashishimiz, 6 ta do'stimiz bilan birgalikda doimiy ravishda mana shu sport turini kuzatib ham boramiz. Bu musobaqalarda ishtirok qilish va albatta uni kuzatish ham juda maroqli. Hozir final jarayonini kuzatdik. G'olib bo'lgan jamoani fikrlarini eshitamiz. Biz hozir final o'yinda g'alaba qozonib kelyapmiz. Biz final o'yinimizda o'tishimizda stomatologiya fakulteti qizlari bilan o'ynadik va g'alaba qozondik. Bu ketma-ket 3-o'yinimiz bo'ldi. G'alaba qozonib, haqli 1-o'rinni oldik. Biz bundan juda ham xursandmiz.